10-si Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rish. Bandaning Robbisiga nisbatan muhim odoblaridan biri har bir amalida Alloh roziligi uchun harakat qilishidir. Bu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday xabar berganlar. Abu Umoma roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kimki Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bersa, Alloh uchun rad qilsa, albatta iymonini komil qilibdi dedilar. Abu Dovud rivoyat qilgan. Alloh taoloni yaxshi ko'rish payg'ambarlarni va solih bandalarni yaxshi ko'rishni ham taqozo qiladi. Payg'ambarlar va solih bandalarni yaxshi ko'rish esa ularga ergashish va ularning ko'rsatmalariga rioya qilishni taqozo qiladi. 11-si qazo va qadarga rozi bo'lish. Mo'min banda uchun iymoni taqozo qiladigan muhim ishlardan biri Robbisi tayin qilgan qazo va qadarga rozi bo'lishdir. Mo'min kishi o'ziga yetgan narsaning yetmasdan qolishi mumkin emasligiga, o'ziga yetmagan narsaning esa yetishi mumkin emasligiga iymon keltirgan bo'ladi. Shu e'tiqodiga ko'ra o'ziga bir xursandlik yetsa shukr qilishga, biror xafalikka duchor bo'lsa sabr qilishga o'tadi. Bunday e'tiqodning faqat mo'minlarda bo'ladigan ulkan saodat ekanini sevimli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qisqa so'zlari bilan tushuntirib qo'yganlar. Suhayb roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mo'minning ishidan ajablanaman. Albatta ishining barchasi xayrlidir. Bu narsa mo'mindan boshqa hech kimda bo'lmaydi. Agar unga biror xursandlik yetsa, shukr qiladi. Bu unga xayrli bo'lgan bo'ladi. Agar unga biror xafalik yetsa, sabr qiladi. Bu ham unga xayrli bo'lgan bo'ladi dedilar. Muslim rivoyat qilgan. Ushbu tushunchaning mo'minlar uchun qanchalar katta baxtu saodat ekani mo'min va mo'min bo'lmagan kishining musibatga uchragan holatida yaqqol namoyon bo'ladi. Ha, bunday ajoyib baxtga erishish uchun kishi faqat mo'min bo'lishi va iymoni taqozosiga ko'ra hayot kechirishi lozim. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar ushbu hadisni ta'riflab, ushbu hadis islomning yarmidir yoki butunlay islomdir deyilsa ham hech bir mubolag'a qilinmagan bo'ladi deganlar. Ushbu odoblarga rioya etib, ularning samaralaridan dunyo yu oxiratda bahramand bo'lishga Alloh taolo barchalarimizni muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.